Assalomu alaykum barchaga. Demak, Laravelning birinchi darsini boshlab olamiz. Hozirgi darsimizda nima qilamiz? Yangi Laravelni yaratib olamiz. Xo'p, sizlar PHPni o'rnatgan bo'lsanglar, o'sha Hump bilanmi, hokazo o'rnatgan bo'lsanglar, undan keyin Composer o'rnatib olishinglar kerak bo'ladi. Composer o'rnatib olasizlar. Buni download qilib olib o'rnatish juda ham oson. O'rnatib olishingiz mumkin. Undan keyin nima qilasizlar? Laravelning ofitsialniy official dokumentatsiyasiga kirib olasizlar. laravel.com va mana bu yerga kirib documentation qismiga o'tamiz. Va bu yerda mana installationda turibmiz. Mana installation ya'ni o'rnatish. Bu joyda bu narsada kerak emas, bu PHP o'rnatib olganman. Mana bundan boshlaysizlar. Mana buni olib terminaliga yozasizlar. Yozib bo'lgandan keyin Laravelni tekshirishinglar kerak bo'ladi. Laravel deb yozadigan bo'lsanglar, uni o'zini versiyasini bizga ko'rsatib berishi kerak. Mana installer versiyasi u hokazo bizga ko'rsatib bermoqda. Undan keyin dokumentatsiya bo'yicha yuradigan bo'lsak, Laravel new komandasi orqali biz yangi applicationimizni yaratishimiz mumkin ekan. Qani bo'lmasam, let's go. Let's go deyman, shu yerda mana. Xo'p, biz ham yaratib olamiz. Laravel new 7x blog. Masalan, bu Laravel new bu o'zini komandasi bo'lsa, mana bu bizning loyihamizning nomi. Masalan, siz berishingiz mumkin onlayn magazin yoki boshqa narsa. No, men beradiganim bu 7x ydx blog. Bosamiz. Bizdan so'rayapti, nimalar bilan starter kit qilmoqchisiz? Live view, React, non. Menga non bo'sh kelishi kerak. Hech qanaqa ortiqcha kutubxonalarsiz, boshqalarsiz. Va bu yerda ozgina agar siz Windows foydalanuvchisi bo'ladigan bo'lsangiz, ozgina sabr qilasiz, sababi Windows sekin ishlaydi. Linux bo'ladigan bo'lsa, bir pasda bo'ladi, xuddi menga o'xshab tezda ishini bitiradi. Har bo'lmasam men pauza qilib turaman, siz esa pauza qila olmaysiz. Chunki mana buni baribir ham siz kutib o'tirishingiz kerak yaralishini. Xo'sh, mana menda yaralib oldi. Mana bu joyda men SQLite tanladim. Mana bu joyda yozadigan narsa chiqadi. Biroz enter bosib yuborsanglar, bu SQLite tanlab ketadi. Undan keyin mendan yana so'ramoqda npm install va npm run build qilasizmi deya. Yana bu narsa sizda Node.js bo'lishi kerak. Mana Node.js bor va men yes bosib qo'yaveraman va bu npm install hamda build komandalari orqali o'zini build qiladi, ya'ni quradi. Va biz buni ham Linux Windowsda bo'lganimiz uchun sabr qilib kutishimiz kerak. Desam bir pasda bo'lib qo'ydi. Mana meni ham Windows'im asta-sekin tezlashdi. Endi yaratgan loyihamizni VS Code yordamida ochib olaman. Siz PHP Storm ishlatadigan bo'lsangiz, PHP Storm va hokazo ochib olishingiz kerak. Code deyman va loyiha nomini yozaman. 7x bu o'zbekchasiga-da. ydx bu original blok. Demak, buni ochib oldim. Loyiha ochildi. Kattaroq qilamiz. Tayyor. Bizning yangi Laravel applicationimiz yaraldi. Endi buni birgalikda kashf etamiz. Xo'sh, bo'lmasam kelinglar folder struktura nima deyapman, o'zbekcha gapiraylik. Papkalar strukturasi bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, app papkaning ichida nimalar bor? App papkaning ichida HTTP va model providers papkalari bor. Buni aytmasam bilardinglar. Bular nima qilishini haqida gaplashamiz. Xo'p, HTTP papkaning ichida kontroller bor. Bu MVC arxitekturasining C harfiga to'g'ri keladi. Kontrollerlar. Bu nima qiladi? Biznes logikalar aynan mana shu kontroller klasslariga yoziladi. Buning ichida bu ota kontroller va bu abstract class. Biroqsizlar fayl nomi bilan klassning nomi bir xil bo'lishi kerak. Agar shuni ikki qo'yib qo'ydim, mana ko'rib turibsizlar, bu ishlamay qoldi. Sababi mana kontroller ikki qildim. Sababi fayl nomi bilan klassning nomi bir xil bo'lmadi. Shuning uchun ham bularni bir xil qilib Laravel bu shablonlashtirilgan. Mana tayyor ko'rib turibsizlar. Hamma narsa bor. Qisqacha ko'rib ketamiz. Kontrollerimiz bo'ladi, o'sha biznes logikalar yoziladi. Modelimizda bu ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan klasslar hisoblanadi. Bu masalan user modeli ma'lumotlar bazasidagi
users table'ga bog'langan bo'ladi. Post bo'lsa postsga, hogozo mana shu tartibda bog'lanadi. Providerda esa API providerlari bo'ladi. Bu joydan biz har xil interfeyslarni registratsiya qilishimiz mumkin, eventlarni registratsiya observerlarni registratsiya qilishimiz mumkin va hokazo. Bularni ham asta ko'ramiz. Bootstrap ichida bizga app kerak bo'ladi. Bu yerda middleware'larni registratsiya qilamiz, exceptionlar yaratamiz va route'larimizni ham kontrol qilsak bo'ladi. Undan keyin provider, bu joyda yaralgan providerlar listi turadi. Biz providerlarni ham yaratsak bo'ladi. O'shaning uchun mana bu joyda turibdi. App service providerni hozir mana bu joyda ko'rdinglar. Bularni ko'rib oldik. Undan keyin konfiguratsiya. Bu qisqacha aytib ketaman. Bu yerda loyihaning konfiguratsiyaga kerak bo'ladigan keylari xullas mana shu joyda turadi. Masalan, app loyiha, ya'ni mana shu loyihaning nomi, hop, loyihaning URL, loyihaning time zone, masalan, Toshkentmi, Amerikami, time zonasi, va hokazo tili, loyihaning tili, va hokazo hammasi shu joyda turadi. Hop, davom etamiz. Database ichida qisqacha qilib aytamiz, ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydi. Factorylar bu soxta ma'lumot yaratish uchun bizga kerak. Migrationlar bu tablelarni yaratish uchun kerak. Shakllantirish, ya'ni database shakllantirish uchun, seederlar esa ma'lumotlarni to'ldirish uchun kerak bo'ladi. Mana bu esa bizning ma'lumotlar bazamiz hisoblanadi. Node module bu Node.js kutubxonalari o'rnatilgan. O'sha npm install qilganimizda public ichida index bo'ladi. Bu Laravelning asosi, ya'ni mana shu hammasini bog'lab turadi. Bu yoqlarda esa o'sha build bo'lganligi, http access, favicon va hokazolar turadi. Yaxshi. Bularni ko'rdik. Resource ichida esa o'sha MVC dagi view qismi turadi. MVC, ya'ni ikkinchi harfi turar ekan va bu view. Bu joyda bizani chiroyli template'larimiz turadi. O'sha Laraveldagi template'imizni ko'rsatgandim. O'sha template'ni mana shu viewlar orqali boshqaramiz. JS ichida JS'lar, CSS ichida CSS'lar. Xo'sh, bularni ham ko'p qolib ketmaymiz. Route ichida route'larimiz bo'ladi. Mana bu joyga route'larni kontrol qilsak bo'ladi. Bularni har birini hali detalni ko'ramiz. Qisqacha aytib ketaman. Konsol ichida esa bizani schedule komandalarimiz bo'ladi. Ya'ni komandalarni mana shu joyga registratsiya qilib qo'yishimiz mumkin. Storage ichiga biz fayllarni yuklaymiz va loglar yozib boriladi. Masalan, loyihada chiqqan xatoliklar. Storage xatga yo'qotib yubordim. Mana joyiga qaytdi. Testni ichida biz loyiha uchun test yozishimiz mumkin. O'sha testlar turadi bu joyda. Vendorda ichida esa Laravelni o'rnatilgan kutubxonalari vendor ichida joylashadi. Va bu joydan bizga eng keragi env bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Bu joyda loyihaning vaqtinchalik keylari turadi desak ham bo'ladi. Masalan, app key, bu hech kimga berishingiz kerak bo'lmagan key, bu loyihaning yagona bo'lgan keyi. Masalan, debug true bu xatoliklarni ko'rsatsin yoki yo'q deganday ma'noda. Va loyihaning tillari, ma'lumotlar bazasi bilan ulanish. Ya'ni siz env faylga, ma'lumotlar bazasiga tegishli keylarni qo'yasiz, o'sha database nomi, parollari, username va hokazo. Va bu GitHubga joylaganingizda bu loyihani bular GitHubga tushmaydi, ya'ni env fayl GitHubga tushmaydi. Shuning uchun ham bu joyda secretli narsalar bo'lganligi uchun bu narsa GitHubga tushmaydi. Agar buni tushirib qo'yadigan bo'lsangiz, siz o'zingiz sotib qo'ygan bo'lasiz. env example esa buni GitHubga tushadi. Siz shu exampledan foydalanib env ni yaratasiz va loyihani shakllantirib ketaverasiz. Mana bu Composer.json ichida esa bizga kerakli kutubxonalar bor va skriptlar bor. Mana ko'rib turibsizlar. Config to'g'risi bundan o'zim ham zo'r bilib tashlamayman. Men lekin biladiganim require bu bizada ishlatilib turgan kutubxonalar. Mana bu devda esa mana shu kutubxonalar ishlatilib turgan ekan. Frameworkning 12-versiyasi ko'rib turganingizdek mana shulardan iborat. Bu bizani Laravel loyihamiz va biza buni kelida loyihani ishga tushirib ko'ramiz. Buning uchun PHP artisan server buyrug'ini berishingiz kerak bo'ladi. Enter bosadigan bo'lsangiz, bizani Laravel applicationimiz mana bu 8000 portida run bo'lganligi haqida ogohlantirmoqda. Mana info deb bizga ma'lumot bermoqda. Biz olamiz o'sha URL ni, mana xuddi shu URL ni olib enter qilib kiradigan bo'lsak,
Mana bu bizani yangi Laravel application'imiz. Xursand bo'lsanglar bo'ladi, sizlar yangi Laravel application'ni yaratdinglar va buni ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar. Mana bu narsalargacha ham yetib keldinglar. Agar shu paytgacha yetib kela olmagan bo'lsanglar, noldan o'rgatish kerak bo'lsa, noldan o'rnatish haqida video kerak bo'ladigan bo'lsa, men u videoni ham qilib beraman. No, menimcha u narsa haqida YouTube'da kontent juda ham ko'p, o'shaning uchun qilganim yo'q. Va biz birinchi Laravel application'imizni yaratib oldik. Endi qilishimiz kerak bo'lgan narsa o'sha template'ni mana bu Laravel application'imizga joylashtirish. Qani bo'lsam, let's go.